Shou-biznes olamida shov-shuvli xabar: Aziz Rametov rafiqasi bilan urushib qolgani va u arazlab ketgani haqida video murojaat qilgan. Aziz Rametovning ko'rinishiga qaraganda u juda tushkun holatga tushib qolgan. Men Buxoroda edim. Otamning ahvoli og'ir. Men to'y xizmatiga borganda 3-4 soatlab uxlamagandim, ammo bolaga men qarashib turaman deb orada shunday mojaro kelib chiqdi va men eplay olmadim. Men sizlarning yoningizda uyalib qoldim. Men hammasini uddalayman deb o'ylagandim, afsus, uddalay olmadim, deya Aziz Rametov video murojaat bilan chiqqan. Internetlarda juda ham keng muhokamalarga sabab bo'lib kelmoqda. Oilalari mustahkam bo'lishini va birgalikda yana oldingidek oila bo'lishlarini tilab qolamiz.